Assalomu alaykum aka-ukalar. To'lqin Jabborov ustoz san'atkor yaqin bir insoniga tor sovg'a qildilar. Mana Furqat aka degan insonga o'zlaringiz ko'rinishiga baho berasizlar. Bu tor sotuvga keldi. Ovozlari yaxshi, jarangli, zo'r tor bo'lgani uchun birinchi ustoz san'atkor ko'rsatdik. O'zlari xohlab, xudo xolasa shu torni bugun mana Toshkentga chiqarib yuboramiz. Mana ovozlarni eshitib o'zlaringiz baho berasizlar. Suvchanalari ham zo'r. Mana xudo xolasa yaxshi kunlariga nasib qilsin, biz ham xursandmiz. Shunaqa yaxshi torli san'atkorlarga ketganida.